Penoplast sog'liqqa zararli. Doniyor aka, bu gap qanchalik to'g'ri? Hop, penoplast sog'liqqa, tabiatga umuman zarari yo'q, 100%. To'g'ri, buni tarkibida pentan gaz degan narsa bo'ladi, IPS tarkibida. Bu faqat ishlab chiqarish jarayonida penoplastni shir berish vazifasini bajarib beradi. Mahsulot ishlab chiqarilgandan keyin 72 soatdan keyin bu gaz tarkibdan umuman chiqib ketadi. Bu tarkibdan chiqib ketgandan keyin boshqa izolyatsion mahsulotlar, boshqa narsaga o'xshab bunda hid ham qolmaydi. Bu narsani isboti ham bo'lsa bo'ladi. Ya'ni любой kimический moddani hidi bo'ladi. Bunda hid ham qolmaydi. Ya'ni odamga qo'lansa yo'li noxush hid deydi, uni yersa ham bo'lmaydi. Sog'lig'iga umuman zarari yo'q, 100%. Yana bitta narsani qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu gapimizning isboti sifatida jahonda, O'zbekistonda ham hozir oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishda, saqlashda penoplastdan bekorga foydalanilmaydi.